Men istayman nafas olishni. Men muhtojman nafas olishga. Siz, kattalar, nega biz uchun tabiatni asray olmaysiz? Ajdalxoldek xapalayotgan nafsingizni tiya olmaysiz. Nochor qoldi ona tabiat. Buni bizdan yaxshi sezasiz. Toza havo manbai bo'lgan daraxtlarni nega kesasiz? Daraxtlar yo'q. Toza havo yo'q. Nima endi bo'g'ilaylikmi? Insofingiz qaytishi uchun kasal bo'lib tug'ilaylikmi? Anhorlarda cho'milib, yayrab yashagimiz kelar bo'ladi. Daraxtlarni kesmang, o'tinib so'raymiz. Qiyofa kasb etib borayotgan shahar va qishloqlarimizda zamonaviy korxonalar, savdo servis maskanlari, maktab, bog'cha va shifoxonalar, obod ko'cha va mahallalar, transport logistika tizimi, raqamli xizmatlar misolida yaqqol ko'rish mumkin.